Assalamu alaykum hürmetli radio anlıqçılar. Adabiy anlatış programımızda anlaşılanı qarşı alamiz. Bugünkü programımızda yazğıcı Halida İsrail'nin Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anlatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarimni naladi. Kimlarning qo'lida xo'rlanib yurdi. Nima kunlarni ko'ryotdi. Ben her kaysını tek koptan bilimen. Çeçeni parkırtıp karışıp algının bilen insaf yok senlerde. Anam meni, dadam meni, nemişqa arzulaptı ki, mening bundaq bo'larimni nemişqa o'ylamaptı ki. İntilgan, arzu qilgan turmush, odamlar uni yaratmadi, tashlab ketdi. U umidsizlangan, go'yo o'zini butun dunyo tashlab ketgandek yagona hasratiga botgan kunlarda uni pes ko'rmaydigan, balki uning g'imini yeydiganlar chiqib qoldi. O'z baxti ham xushalligini o'shalarning orasidan qayta tepib olsa ajab emas. Biroq u opisini qanday qoyil qilsa bo'ladi ekan? Darvaqa, opsi uning qandaqdir noxitchi bo'lman deganiga jon jahli bilan qarshi chiqdi. Uning tushuntirishlariga, yolvurishlariga, ko'z yoshlariga parvo qilmadi. Bir to'p o'g'il qiz egichoqsiz, tashkilsiz, kech-kunduz birga yursa, aytadigan ko'ydim pishdim, o'ynaydigan bal to'lg'aydigan usul bo'lsa, oqibati nima bo'lmoqchi deb o'z gapida ching turdi. Ona bola bir-birini qoyil qila olmadi. Ahir Gulsumxon, gapimni anglamasang uydan chiq. Opam, singlim botdi dema. Menmi sendek sharmanda qizni tug'magan bo'lay, sendek bo'lay ofatdan qutulay, dedi. Yulduz untinsiz narsa keraklarni yig'ishtirdi. So'mkisini elib, eshikni taroqqada yepib chiqib ketdi. Yulduzni rostili chiqib ketar deb o'ylamagan Gulsumxon uning orqasidan yugurmoqchi. Varqirab to'xtab olmoqchi bo'ldi. Ammo beshi qiyib, ko'zi to'rlashgandek bo'lib yugurolmay, aksicha turgan yerda muk tushib o'ltirib qoldi. Va jili bo'lganidan yig'lavatdi. Yulduz ko'chalarda uzoqcha o'ylanib yurdi. Uyni tashlab chiqmoq oson bo'lgan bilan, jon boqmoq uncha oson ish emas. Bugun oqshom nada yotdi? Atichu, buningdan keyinchu. Oliyaninkida bir necha kun tursi bo'lar. Ammo davomli turaverishga bo'lmaydi-da. U Oliyaning yordami bilan darhol heliqi bolalarni izlab tepishi kerak. U yer ko'ngildagidek bo'lib qolsa, ishlarning iziga tushgani shu. Biroq ish uning o'ylaganidek chiqmay qolsa-chu. Hozircha u bu xil ehtimollikni o'ylashni xohlamaydi. U Oliyaning uyida bo'lmaydiganligini bilib tursa-mu, talaysini peqish uchun uning uyiga bordi. Darvaqa, u uyida yo'q edi. U balki qahvaxonadadir. Asta-asta kech kirmoqda edi. Yo'llar ishdan tushib uylariga qaytayotgan velosipedlik va piyoda kishilar, mashina avtobuslar bilan to'lgan edi. Shu oldirash, ko'ngillari to'q, ko'ngliga qandaqdir muhim ishni tukkandek ko'rinadigan kishilar. Onda-sonda o'tib qoladigan hashamatli pikaplar. Qizg'in ham tantanalik hayot qaynayotgan ko'cha Yulduzga yo'lchun ko'rindi. U shu hayot qo'yniga intilgan edi. Ammo u hayot uni qo'yniga olmadi. U xuddi zo'r iqinning ustida laylab qolgan. Zo'r iqin tarafidan chat qo'ltiq yoki sahilga surib tashlangan chavar chatqaldek bir chatga chiqib qoldi. U o'z oldiga bir yo'l etish, odamdek yashash uchun yana qanchalik badal to'laydi ekan?
uni yana qandaq peshkanliklar, dard-alamlar kutyotidi ekan. Uning zaif teni, dard-alamdan puchlangan yuragi ularga bardoshlik bera olamdi ekan. Osmonning yermini qoplagan kechki shafaq nuri avtobuslar, binolarning derizlarida, magazinlarning avrishki ko'znaklarida chaqnab, to'rt chasi qish yotqizilgan daraxtli ko'chaga xiyoliy bir manzara baxsh etgan edi. Mashinalar, yo'lovchilar ozayib, yo'llar birdila jimib qolgandek bo'ldi. Daraxtlarning baldur sarg'aygan yopirmoqlari namoz shom paytining g'urg'ur shamolida larzan uchib tushmoqda edi. Yulduz engishib yerdan bir tal yopirmoqni terib oldi. Sapsiriq, tovardek parqiroq, to'mirlari aniq ko'rinib turadigan. Shamolning, oftobning hidi kelib turgan yopirmoq uningga bolalik vaqtlarini, hech narsadan qiymi yo'q, o'yin bilan jahonni beshiq kiyib yuradigan chog'larni eslatdi. U xiyol bilan bo'lib, qandoqlarcha daryo bo'yiga kelib qolganini sezmay qoldi. Oyig'i uni qandoqlarcha bu yerga boshlab keldi ekan. Bir yilning oldida, dal mushu kunlarda hamma ishdan umidini uzgan. Hayotdan bezor bo'lgan bir paytda mushu yerga kelgan. Anvarni uchratgan edi. Kim biladi? Uni bugunmi uchirtib qolamdi texi. Uning yuragi birdila do'pildab so'qib ketdi. U buning ham xiyol ishkanligini bilib tursa-mu, ko'rik palampay. U ko'rik qadam qo'yishi bilanla putidan tarqagan bir dirildash butun vujudiga tarqadi. U o'zini tangdasiz zo'r kuchning ilkida sezdi. Ixtiyorsiz muzdek salosini chim tutib turib, past shiddat bilan eqiyotgan suvga qaradi. Bosh uchi yo'q ulug' suv xuddi hayotga o'xshash g'oyibona bir kuchning turtkisida tinimsiz olg'a qarab oqatdi. Son-sanoqsiz to'lqinlar bir-birini qo'g'lashib, o'nchi marjon chachirtib, bir ko'tarilib, bir yo'qilib, bir-birining izini besib, oshu ulug' eqinni hosil qiladi. O'z yo'lidagi hamma narsani rahimsizlik bilan o'ziga g'arq qiladi. Eqitib noma'lum manzilga akitadi. Qiynidagi yot, jonsiz, yengil narsalarni surib chiqaradi. Yulduz shovqin selib eqiyotgan suvga dahshat ichida tikilib qoldi. Qo'rqinishdan teni shurkinib, beshini egiz ko'tardi. Nerida badaniga choplashib turadigan tarishim. Ko'ni chaqmoq ko'ylak kiygan. Chashlari cho'q, shamolda uchib ketgudek ojiz bir banda uningga hayronlik ichida qarab turadi. U yulduzning beshini ko'targanini ko'rib, shalong, sapsiriq tishlarini chiqarib kulganicha, "Man texi sizni o'zini daryoga etib olmoqchi o'xshaydi deb o'ylab qoptiman." Yulduz o'ltirib qoldi. Yulduz mushi yerda bu so'zni Anvarga qilgan edi. Anvar burilib qarab hong-tong qolgan. Keyin kulimsirab, "Xotirjam bo'ling. Men o'lib olmoqchi bo'lsam, hargizmi o'zimni suvga atmayman. Men suv uzishga usta" degan edi. Taqdirning o'rinlashtirishini ko'ring. Yulduz o'zining so'zini bugun Mo'u bechorning og'zidan anglayotdi. U oldidagi odamga ich og'irtish oralash sap soldi. Odatdagi vaqtlarda bo'lgan bo'lsa, u uningdan yergangan. "Men bilan nima chatiqingiz, yo'lingizga men" deb tillagan. Yuziga tükürgen bo'ladi. Hozir uningda unda qilgudek jasorat yo'q. U o'zining uningdan ancha ko'p farqlanib ketmaydiganligini biladi. Uning ustiga mushu paytda uningdek bir hamrohning bo'lganimi bir hisobda yaxshi ish. U ko'rikning palampiyida sumkasini etikiga qo'yib, tizdir bilan enikini tarab o'ltirdi. Ko'zining quyruqida qarab, heliqa odamning yeniga kelib turganini. Bir paz ishkilinib turgandan keyin sal nerida o'ltirganini ko'rib turdi. U mo'ngluq bir kuyga g'ingshishqa boshladi. Yuragida uning tekstini takrorlaydi. Naqshi bilan tang lo'mida o'qchib chiqqan ko'z yoshlarining eqib ketmasligi uchun ko'zlarini jinining boricha yo'g'on ochdi. "Onam meni, dadam meni nemishqa orzulabdiki, mening bundoq bo'larimni nemishqa o'ylamabdiki."
Uyingizdan qochib chiqqan o'xshaysiz, ha? Ha, sizchu? Men shundoq. Yo'q. Uyni tashlab chiqdim. Xotinim. U xuddi birinchi xudda do'nga yamishayotgan yuk avtomobilidek kuchib, zerkarlik ahongda bir xil g'ingshib so'zlaydi. Yulduz uning gaplarining birini farq etolmadi. Keyin ikkisi uzoqcha jim o'ltirishdi. Yulduz o'rnidan turib, cho'ng ko'cha tarafga qarab monganda, u beshini tizidan ko'tarib, uning orqasidan taajjub, afsuslik ichida qarab qoldi. Oliya texicha uyiga qaytib kelmagan edi. Kim biladi qachon qaytib kelishini. Yulduz uning qahvaxonada ishganligini biladi. Ammo u yerga berishni xohlamaydi. Qorong'u tushib ketyotdi. Rahimsiz qorong'ulik hayal o'tmay qora qanotlari bilan yer jahonni o'raplab oladi. Zimindagi hamma razilliklar, kun nuridan, yorug'likdan, oshkorlanishdan qo'rqadigan hamma jinoyat, shumliqlar jonlanishga, harakatlanishga boshlaydi. Yomon, razil odamlar, ko'ngillari kirsiz, halol kishilarga o'xshash kechlarni shirin uyqu ichida o'tkazmaydi. Yulduz gunohkorlik tuyg'usi ichida opsini, singlisini ko'z oldiga keltirdi. Yo'q. Ular xotirjam uxlay olmaydi. Uning Yulduzning sababidan onasi karavot beshida enikini yo'lab, tinmay tortib o'ltirdi. Eshikning har bir tiriqlishidan umidlanib, talog'i necha qitim yugurib chiqdi. Pak, sodda, oqko'ngil singlisining uyqusiga vahima, baxtsizlik soyi tashlab turdi. Ko'cha chiroqlari yondi. Yo'lovchilar shalom edi. Velosipedlik kishilar uning oldiga kelganda suratini ostilatib, yeydigandek tikilib qarashatdi. Ko'chaning nerqi qiytidan isqirtgan ovozlar anglanib turadi. G'alati yasangan, bo'lishig'i g'irim qilgan ishqa ayol uningga beshidan oyog'igacha sapsilib o'tib ketdi. Yulduz oldirish ishi bordek ko'rinishga tirishib, qadamini tezlatdi. Ko'zini oldi tarafdagi cho'ng yo'ldan olmadi. Ammo u nega oldiraydi? To'yuqsiz yiqilli bir ko'chadan motosikletlarning tortildigan ovozi anglandi. Kecha jimjitlikni buzgan bu ovoz dahshatli qo'yundek bo'sh sement ko'chalarni, kuz kechasining tinch osmonini larzaga keltirdi. Yulduzning yuragi do'pildab so'qib ketdi. Qo'rqqanidan vujudi muzlagandek bo'ldi. Ko'z oldiga g'ilpol qilib sutdek oppoq nurga to'lgan suvadan o'rmonliq. Tinchiq issiqda medir-sidir qilmay turgan parqiroq yeshil yo'pirmoqlar. Oyog'i ostida g'irislab sungan quruq shoxlar. Bir tup daraxtga yo'linib, qo'llarini uzatib turgan Anvar. Ana shular uning ko'ziga ko'ringandek bo'ldi. U o'zini chetga elishga ulgura olmadi. Bir motosiklet noyita sat ovoz chiqarib, uning yenida to'xtadi. Orqadan yana biri to'xtadi. Yana qahvaxona. G'uva yenib turgan rangli chiroqlar. Bulung-bulunglarda o'ltirishgan qizlar. Ana Oliya. Ko'rinishidan yoqi yurtliqqa chiqib turgan bir kishi uning qo'llarini qayirib tutib elib, og'ziga haroq qo'ymoqchi bo'layotdi. Ikki yigitning o'ttirisida erkalab o'ltirgani go'zal. Fatima, Anar, Zulfiyalar ko'rinmaydi. Ularning o'rnida o'tir maktab o'quvchilarida ko'rinadigan bir necha kichik qiz o'ltirdi. Kichikini turib nada pishqan qizlarkin, bir qo'lida rumka, yana bir qo'lida tomorka. Erlarning ko'zining ichiga qarashlari cho'teqi. Ularning orasidagi kiyimlari oddiy, bo'ta ko'z qiz hammasidan sodda bo'lsa kerak. Balkim bo'ri og'zidan qutulib yo'lvosqa tutilgan bir bechoradir. O'sha yerda o'ltirdi-yu, xiyoliy bir yerda emas. Urgiga kiyikdek cho'chib, kimlargadir yolvurgandek qaraydi. Gohida ko'zlari liqqida yosh qutulib yig'lab yetadigandak ko'rinadi. Nigar Pokeyning yenida o'ri turdi. Yana shu kishini maftun qiladigan, mangu tegiga yetkilib bo'lmaydigan kulimsirishi bilan bu yerga pat-pat keladigan tungan yigit bilan qusurlashib so'zlashyapti. Yulduz
u yigitni ko'p ko'rgan. Ilgari u qordek oppoq soqoli maydisiga tushib turadigan uzun yuzli bir tungan buvoy bilan birga keladi. Keyin buvoy kelmaydigan bo'ldi. Anglashlarga qaraganda u ichkarida chet elliklar turadigan mehmonxonada turib yetibdimish. Yulduz qordab ishib ketgan qapoqlari ostidan Nigarga va uning oldida ma'nilik yejib turgan tunganga nafrat bilan tikildi. Ular naqadar xushal, mamnun ha? Balkim razil, jinoyatlik sodidan birni putkizgani uchun shuncha xushaldi. Tunugin Ahmad uning ko'chatlarga selayotganda Nigar xudo hozir qadaklib kulimsirab, putlarini olmab, tamokisining isini halqa-halqa qilib po'lab o'ltirganda, uning kulimsirishi xuddi "Yana ko'rishdik-ku, qandaq, qechib nega boralading? Bizdan qutulamaysan, qizchaq, xiyol chaqlama" deyotgandek tuyuladi. Yulduz uning o'ltirishlariga chidamadi, zodi chidamadi. Yirtqushdek etilib berib, jon jahli bilan uning gelini bo'g'di. Boshqalar nima bo'lganini anqirolmay gongirab qolgan o'sha paytda u intiqom elish, unimi o'zini halok qilish istigi bilan lovuldab yenib xudini yo'qotdi. Yo'pirilib kelib, uni tutib elishmagan bo'lsa, u balkim Nigarni o'ltirib qo'ygan bo'ladi. Uning gelidagi qo'yiq surtilgan upining ostidan ko'rinib turgan qizil dog'lar ana shuning isboti. Ular uni so'rab akatdi. Bo'g'izlaydigan qo'yni tutgandek put qo'llarini besib tutib elib, belikiga bir tal o'kul soldi. Ahmadlar, Nigarlar ko'z oldidan g'oyib bo'ldi. Uning xiyoliy bir olam quchqig'i oldi. Yulduzning ko'z oldidagi hamma go'yo qabih tushga o'xshaydi. Yana bir turmush. Onasi, singlisi Anvar. Uning kino cho'lpini bo'lish orzusi, naqshlari uningdan bekmi yiroq bir yerlarda qoldi. Balkim ularning hammasi uning tushidir. Asli turmush degan hozirqadek bo'ladi-qandu. Yoki u tug'ilishidala peshonasiga mushu yo'l, mushundaq yashash putilgandi. U o'ylashdan, qo'lni ishlatishdan, sagak yurishdan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Chiqir ko'z har kuni keladi. Uni oliy darajalik oshxonalarga, tanzixonalarga boshlab boradi. Xohlagan narsasini elib beradi. Ba'zida uni shahar sirtidagi bir qavatlik xilvat bir qo'rug'i boshlab boradi. Sirtqi ko'rinishi atrofdagi uylardan hech qancha farqlanmaydigan bu uyning ichi boshqacha dunyo edi. Yerga selingan uzun bo'yliq yeshil gilamning ustida molsa, kishi o'zini qo'yuq chimliqda yurgandek sezadi. Deriza oldiga qo'yilgan to'risqa taqshaydab turadigan yo'g'on beliq qochisida o'zib yurgan qizil, yeshil, seriq oltin beliqlar kishiga sirliq dengiz osti dunyosini eslatadi. Tomlarga Hollywood kino cho'lponlarining cho'ngaytilgan suratlari esilgan edi. Aynakli qaraq ishkobi yulduzlardek o'chib yenib turgan rangdor chiroqlarning orasida potulkisi va pechatlari alohida ko'zga tashlanib turadigan chet el haroqlari bilan to'lgan edi. Ba'zida bu yerga chiqir ko'zning nurg'un do'stlari, chet el paltosi kiyishgan, kelishgan yigitlar bilan ajoyib g'aroyib yasangan, sochlarini siyriq bo'yab bo'lish jigirim qilgan qizlar keladi. Ular keng ham yumshoq divanda, lum-lum karavotlarda o'zlarini tashlab yetishib, chet ellarning shahvoniy sinalg'u lentalarini ko'rishadi. Aroq ichishadi. Tansa, disko o'ynaydi. Harg'an vaqtlarida abchilik bilan bir-birining belaklariga heroin o'kuli salatda yotqan, o'ltirgan yerda tush ko'rishga boshlaydi. Yulduz oshlarning hammasining tegidek chiqir ko'zga qarzdor ekanligini biladi. Ular uning qo'lidan oladigan birdamlik huzuri uchun zo'r badal to'lishi kerak edi. Ular chiqir ko'zga topshiradigan oshu pullarda ota-onalarning qon yeyishi, dafsanda qilingan insoniy g'urur, yo'qotilgan iffat nomus va insoniy qalbidan chiqqan jinoiy qilmishlarning o'chmas tamg'isi bor edi. Yulduz ularning ba'zilarining artist, oliy maktab o'quvchisi ekanligini, yana ba'zilarining hukumat kadrlari ekanligini biladi.
Ularning ichida hatto bir saqchimi bor edi. Davomli keladigan, o'ruqlikdan orolli mong'udek holga kelib qolgan. Divoni sifat bir yigit bor edi. Cheqir ko'zning atrofida ishtak aylanib yuratdi. Haydisimi ketkili unumaydi. Uning putlariga eslab elib, kiyimining tashlariga so'yatdi. Uning itoat, qulluq, iltijo ifodalanib turadigan cho'nqur ko'zlarga qaragan kishining yurak bog'i ezilib ketadi. Anglashlarga qaraganda bir necha yil ilgari u mushu shahardagi eng cho'ng savdogarning biri ekan. Kostyum kiyib, galstuk taqib, pokayda o'ltiradigan bo'lsa, do'konga kirgan qiz-cho'qonlar uning atrofidan ketolmaydi ekan. Uning Guangzhoudagi satan qiz-cho'qonlarning orasidami ajoyib donqi bor ekan. Ular uni bir-biridan qizg'inib jidallashib ketdi ekan. Baxtga qarshi bir qitim oshulardan heroin chekishni o'rganib olibdi. Ani shu kundan tortib topgan hamma dasmoyisini shuningga sarf qilib, 2 yilga qolmay pak tugitib etibdi. Yanala o'zini tutolmay kekirtikigacha qarzga bo'g'ilibdi. 4 bolasi bor ekan. Xotin bolalarini o'ylash u yoqda tursin, uydagi qo'liga chiqqan narsani ochiqib sotdi ekan. Ba'zida o'g'irlikmi qiladi ekan. Bir kuni kechasi Yulduz cheqir ko'zdan so'rab qoldi. Aytqina Farhod, shuncha ko'p odam qarab turib, kerakdan chiqib ketib-olsa, tugishib ketib-olsa, osh pullar qo'lingni kuydirmamdi. Ahmaq, xotin haq degansa, men nimishqa qo'rqid ekanman. O'g'irlik qilibdimanmi? Bo'lonchilikmi? Haq meni izlab keladi. Setib pasang deb yolvordi. Shundoq bo'lgandan keyin sotmay qanday qilatdim? Birov o'lib olishni xolisa, sen uni o'lib olishga majbur qilgan sababni izlamay, uningga pichoq setib bergichini izlasang to'g'ri bo'lamdi. Nimalar desang-da, sening qilayotganing qotillik, jinoyat. Hamon bir kuni haq seni bo'g'izlab yetadi. Sendan o'ch oladi. Oshularning o'lib ketganlarning arvohi seni go'rindimi tinchlik qilib qo'ymaydi. Men senga deb qo'yay. Ular meni o'ldirib etmaydi. Balki jon tikib qo'g'daydi. Chunki men bo'lmasam, ular 1 minutmi yashay olmaydi. Men ashularning xudosi. Uqdingmi? Aytqina. Bu narsani jahmu. Qanchalik desam shunchalik bor. U o'zi to'ymayla beshi bilan to'rdagi yo'g'on rasm ramkasini ko'rsatdi. Yulduz o'sha ramkaning orqasida bir maxfiy ishkopning borligini biladi. Ammo o'zining uni biladiganligini yoshiratdi. Ayollarga xos bir xil sezgirlik uningga bu ishkopning nihoyatda muhimligidan bishorat beradi. Yulduz o'zining homildor bo'lib qolganligini sezdi. U kichik vaqtida opsi bilan mahalladagi ayollarning og'zidan qaysi bir bang'ash qizning to'y qilmay turib qo'rsoq ko'tarib qolganligi to'g'risidagi paranglarni ko'p anglagan edi. Shu ishdan keyin xeyli vaqtlargacha Yulduz u qizdan yerginib yurgan. Hatto bir qitim shu qiz uni do'stlarining oldida erkiltib qo'ygani uchun nomus qilganidan yig'lab ketgan. Mana endi o'zi uningdan battar holga tushib qoldi. Shu qizga balkim chin muhabbat, hammani unutildiradigan, hammadan kechtiradigan haqiqiy hissiyat sababchi bo'lgan bo'lg'iydi. Shunga u kishilarning la'nat nafratiga qaramay 9 oy qo'rsoq ko'tarib yaxshi ko'rgan kishisining yodgori, farzandini yo'riq dunyoga ko'z ochtirdi. Uzun yillargacha to'y qilmay, shu farzandini beqib cho'ng qildi. Yulduz qandoqmi uningga tang bo'la olsin? Farhod uning homildor bo'lib qolganini uqib, bulutliq osmondek tutildi. Hamma ishga yolg'iz Yulduz sababchilik hadislar uni ayiblaydigan. Qaricha yenichi tegadigan bo'lib oldi. Uningga doktor ayollarning qo'pol muomalasi, silkishlari, nomus, oya deganni bir chetga qayirib qo'yib, bir to'p praktikant doktorlarning oldida bo'g'izlanadigan qo'ydek beqo'l bo'lib yetishlar ancha ta'sir qilmadi. Faqat Farhodning o'ziga yerginib qarashlari, qopqini turib elib, purqiritib tomog'i chekib o'ltirishlari zardisini qaynatdi. Yulduz Oliyaning uyida 15 kun yotdi. Bu jarayonda Farhod bir qitimmi kelib qo'ymadi. U Farhodning bir necha oy billa o'tishganning yuzini qilib bo'lsa-mu bir kelib qo'yishini, bir necha eg'iz gap bilan bo'lsa-mu hol so'rab qo'yishini kutgan edi.
U bir odamning qandoqlarcha bu qadar hissiyotsiz, tosh yurak bo'lishi mumkinligini hech tasavvur qila olmaydi. Odam deganda bir mazgil turgan shahar, yetib qopgan uy, hatto ishlatgan narsalarga nisbatan hissiyot bo'ladi. Men bir gap angladim, adash, biroq ko'nglingni yerim qilma. Farhod allaqachon birini tepib boshqalarning aytishicha 15-16 yoshlarga kichikgina qizmish, pek chiroyli deyishidi. Biroq bizdeklarning hammamizning taqdiri o'xshash. Do'stim, to'xtab tur. Texa osh qizni ko'ramiz-ku, dedi Oliya. Ham bir pasdan keyin, "Amdi uyingga qaytolmaysan. Muhtojlik yomon narsa. Sen bilan bizning qo'limizdan boshqa ish kelmaydi. Boshqa ishga chidamaymiz. Biz degan ishchimiz, chekimiz. Ondan ayrilsa hayot kechirolmaymiz. O'ylab baqsam, mushinchilik chiroyimizning barida oz to'la pul tepib olganimiz tuzukkan. Oz to'la dasmoy to'plab olsak, keyinchi bira ovqat qilsakmi? Qiyirg'anda bo'y bo'lib, 5 vaqt namozimizni o'qib o'ltirsakmi bir gap degina, adash." Yulduz yaqindan buyon to'nuvsiz darajada o'zgarib ketayotgan Oliyaga sinchilab qaradi. Shu topda u aynakning oldida o'ltirib pardoz qilyotdi. Uning qopoqlariga, lavlariga surayotgani hozir Yevropada moda bo'layotgan kumush rang kirim. Guangzhouda uning bir qutisida 90 yuandan setilarmish. Fransiya atirmo 200 yuandan kam to'xtamaydi. Uning uchisiga kiyib olganimi moda kiyim magazinlaridami tepilmaydigan chet el mollari. Bo'ynidagi oltin zanjirlik medalyon, qo'llaridagi qo'sh-qo'sh uzuklarchu, esil uy jihozlari, rangli televizor, un olg'u deganlarchu. Qamarvas o'gay dadisidan uningga qolgani faqat quruq to'ttam edi. Qizlar Nigarni hammadan boy deyishdi. Ularning aytishicha, Urumchidagi do'nko'rikda uning cho'ng bir do'koni bormish. Do'konni uning aksi vakolatan boshqararmish. Nigarning boy bo'lishi turgan gap. Qahvaxonada xaridorlarga biror qizni tunishtirib qo'ygani uchun ulardan 100 yuan sug'urib oladi. Uningdan boshqa uning Ahmadlar bilan sherklashib qiladigan nurg'un xufiyani sodilari bor. Tungallardan, Pokistonliklardan setib oladigan oq tamokini Nigar parchalab qizlarga tarqitib beradi. Qizlar o'zlari billi bo'lgan xaridorlarga sotadi. Ularning asosli kirimi shuningdan keladi. Oliya, go'zal, Zulfiyalarning yaqindan beri boshqacha beyib ketishining sababi shu yerda. Ilgari ular Nigar Ahmadlarga qarshilik qiladi. Ba'zida millat, vatan haqidagi gaplarni qilishib qo'yadi. Hozir pul, oq tamokidan boshqa gap qilmaydi. Oliya Yulduzning bir chaqlardagi yaqin do'sti. Uni uyidan oldib chaqirib chiqib, Ahmadlarga tutib bermadimi? Bugun Yulduzni o'zlari mongan yo'lda menishga undayotdi. Bu gapni Nigarmu bir qancha qitim daritdi. Ularning gapining tegida o'zingni har qancha esil chaqilganing bilan boshqalarning nazarida senmi bizga o'xshash bir buzuq ayol. Sana bizga agishishdan boshqa yana qanday yo'l bor degan ma'no bor edi. Yulduzni naqsha ovozi uyg'otdi. Uning qalisi toshdek eg'ir edi. Ikki cheksi lo'quldab og'riyotdi. U ko'zini ochib hayronlik bilan atrofga sap soldi. Ayniki kirlishib ketgan kichikgina deriza. Tom to'yga qo'yilgan qo'pol ko'kshira. Uning ustida yeb eshib qolgan to'xu go'shi, kavob, yutazalar, quruq qaraq botulkalari chechilib yotdi. Uning yanida yot bir kishi uxlayotdi. Yulduz o'zining bu odam bilan oqshom qahvaxonada ko'rishganligini, uningga agishib bu chet mehmonxonaga kelganligini tasdi esiga oldi. Sahardala qo'shni yotoqda bir un olib qo'yib Er desa ercha emas, ayolchi desa ayolcha emas titrek bir ovoz. Ketarman-g'u, bu olamdan ketarman-g'u. Har qancha yomon bo'lsam, ko'zingdan yiturman-g'u. deb kuylaydi. Orqadan bir muncha kishilar har xil ovozda ketarman-g'u, bu olamdan ketarman-g'u. Har qancha yomon bo'lsam, ko'zingdan yiturman-g'u. deb takrorlaydi. Naqshining teksti Yulduzga bolalarcha kulkilik tuyuldi.
Amaliyotda rostilla u olamga ketadigan odam hargizmi u olamga ketaman deb jakarlamaydi. U yenida pushuldab uxlayotgan o'ttir yoshlik er kishini uyg'otib etmaslik uchun karavotdan chaqqonlik bilan turib, o'rindiqning yo'lanchikiga ortib qo'yilgan kiyimlarini oldirab kiyishga boshladi. U odam uyg'onib, oqshomgi ishlarni eslab, Qizchaq, heliqi ishni xato qilibdiman. Pulimni qaytarib bersangiz, deb qilishidan. O'zining uning ko'zlariga qarab silib azoblanishidan. Pushaymon qilishidan burunroq bu yerdan ketib qilish kerak. Shu topda uning yenida to'p-to'g'ri 5000 yuan bor. U endi balalik qilmasligi, nurg'un badal orqali kelgan mundaq fursatlarni qo'ldan berib qo'ymasligi kerak. Biroq u olqonlarga mangzini qo'yib bir xil pushuldab uxlayotgan. Turqidan sodiliq chiqib turgan odamga qarab ko'nglida sal ishkilinib qoldi. Oqshom ishkaylan yotoqda qiylig'icha yeb ichishib o'ltirdi. U yulduzga o'zining chet bir nohiyadan kelgan mol setib olg'uchi ishkanligini, xizmatining jafoliqligini, biroq ayoliga ko'ngilsiz, uyda turg'isi kelmaydigan bo'lg'achqa bu xizmatning jafosimi ko'zga ko'rinmaydiganligini so'zlab berdi. Uning so'zlarini anglab yulduz miqida kulib qo'ydi. U har qanday er kishining boshqa bir ayolning oldiga kelganda ayolimga ko'nglim yo'q deydiganligini biladi. U Yolqinning ayoli borligidan xabar topgan kuni Yolqinmi uningga "Meni qanday qildaysan? Men ayolimni qilchimi yaxshi ko'rmayman" degan edi. Yulduz u kishidan necha bolangiz bor deb so'rgan edi. U bir pas turib ketib 5 bolam bor deb javob berdi. Bolalarning gapini chiqarganda uning chiroyi otiliq hissiyat, mehribonlikdan yo'rishib ketgandek bo'ldi. Keyin ular bekcha qariq ichishdi. Yulduz uningga kishini g'amdan xalos qilib, jannatning payzini surgizadigan oq tomokining gapini chiqargan edi. U odam maydisiga mushlab turib, biroqli 5000 yuanlik setib olmoqchi bo'ldi. Kiyimining bir yerlarini ko'chilab, pulni tepib Yulduzning qo'liga tutqizdi. Shu pul shu topda Yulduzning qo'lini, yo'q, vijdonini kuydirib o'rtayotdi. Bir tarafda 5 narasidining baxt istiqboli, yana bir tarafda Yulduzning, onasining va singlisining manfaati. U ikki tarafning biridan voz kechishi kerak. U bir odamni o'tqa ishtarmoqchi. Uning xotin bolalarini vayronlik, baxtsizlik ko'chasiga ishtarmoqchi bo'lyotdi. U insoniy fazilatlarini yo'qotib, shu holatga kelib qoldimi? Bir chaqda u bizga "Sening qilayotganing qotillik, jinoyat" degan edi. Biroq yana bir ovoz uning vijdoniga qarshi so'zlaydi. Bu dunyoda eng qudratli narsa pul. Ko'rmayotamisan? Pul demak haqiqat demakdir. Puling, huquqing bo'lsa, mayli qanchalik razil, gunohkor odam bo'lishingdan qat'iy nazar odamlar oyoq ostingda o'milaydi. Putlaringni so'yidi. Yengilguchi, ojiz, bechora bo'lsang hamma odam kelib beshingga dassaydi. Qani, bu hayotdan, odamlardan nima xo'liq ko'rding? Puling, kuching bo'lmag'ach hayot seni chetga qoqdi. Odamlar past ko'rdi, xo'rladi. Ajaba, u o'sha hayotdan, odamlardan o'chini elib olsa nemishqa bo'lmaydi ekan. Har kishi bir o'rilib bo'donshib bir nimalarni deganda qildida xo'rak tortishga boshladi. Yulduz putining uchida dasab berib eshikni ochdi. Koridor odamsiz, jimjit edi. Faqatla un olg'u ovozi anglanib turardi. Ammo bu qitimqisi Yulduz anglamagan yangi naqshi edi. Yulduz oldingi oqshimi billa bo'lgan turkiyalik muhojir yigitni saqlab o'ltirardi. Turkcha bilan uyg'urchani aralashtirib, nihoyatda chuchuk so'zlaydigan. Adablik, bek musiqiy bu yigit Ahmadlarning e'tiborli mehmoni edi. Oldingi kuni tushda u girvikiga metal qoplatilgan chiroyli kichik chamadonni ko'tarib qahvaxonaga kirib kelganida Ahmad bilan Nigar poypetek bo'lib qiladigan qiliq tepisholmay qelishdi. Birdamdala cheqir ko'zni chaqirib kelishdi. Biroq turkiyalik yigit ularning hech qaysisiga nazarni selib qo'ymadi. Bir bulungda o'ltirgan Yulduzni ko'rib, hong-tong bo'lgandek uningga tikilib qarabla qoldi. Ikkinchi qavatga chiqib, Ahmadlar bilan ishini bitkizib qaytib tushibla, uddul Yulduzning oldiga kelib
Xanim, men bilan birlikda qahva ichishni xohlamsiz? deb so'radi. Nigar uning orqasidan paypaslab kelib, "Bu yoq Turkiyalik aziz mehmonimiz Tursun apandi bo'ladi. Tursun apandi, ko'zingiz pakajimi? Yulduz xonim shahrimizdagi go'zallarning gul tajisi. Uning bilan birga bo'lsangiz, kunlaringiz cho'qim intayin ma'nilik o'tadi", dedi. Shu oqshimi Tursun apandi Yulduzning yuzini olqalari orasiga elib, ko'zlariga uzoqdan uzoq tikildi. Xuddi o'z-o'ziga so'zlayotgandek qilib, Xudoning karomatlariga hayronman Yulduz xonim. Siz mening ilgirki loyiqim Sojidaga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekansiz. U o'lib ketgandan beri dunyo ko'zimga qorong'u go'rdak to'yildigan bo'lgan edi. Bugun sizni ko'rib, xuddi o'chgan umid yulduzimni qayta ko'rgandek bo'lyapman. Tursun apandi Yulduz uchunmi umid yulduzi bo'lib ko'rindi. U Tursun apandi bilan texmo chunqurroq tanishish, uning yordamida chet ellarga chiqib ketishni naqadar orzu qiladi-ya. Qahvaxonaning to'riga esilgan soat 12 ga dong urdi. Yulduz tinchsizlanib hadab eshik tarafga qaraydi. Kelishgan, boy, romantik Tursun apandining "Kechiring xonim, uzoq saqlatib qo'ydim" deb oldiga kelishini to'rt ko'zi bilan kutdi. Qahvaxonaning eshigi ochildi. O'zlari bilan bir muncha sovuq havoni elib, bir jup qiz yigit kirib keldi. Yulduz qaytib yasinib olgan Farhodni osonli tanidi. Nazari uningdan tez yo'tkilib, yenidagi qizga tikilib qoldi. "U kimkina? Rostala kichkina qizgan. Biroq kirim nima bo'lishiga qipti. Bir yerlarda tanishdiklar-ku." Ular sal neriga berib o'ltirmoqchi bo'lishdi. Qiz oq tulki yoqili qizil paltosini soldi. Shu hamon quyuq, qop-qora sochlari silinib tushdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Yolg'on, men bu qiz bolani tanimayman. Sizni mi tanimayman? Men bu yerga qanday kelib qolgandim? Osiya, bu yoqqa kel. Karvat yet birdam uxlab ol. Bek charchab ketgan o'xshaysan. Uxlasan yaxshi bo'lib qolsa uxlab ol deyman. Sizning menga o'xshash dardingiz borkan bolam. Sizni nemisini yoshiray. Bolam Yulduzmi, Qunduzmi uyni tashlab chiqib ketgan. Bir necha oy bo'lib qoldi. Ba'zilar ularni qahvaxonalarda eski odamlarning keynida ko'ribdi. Osiya hada, qo'ls omadli jumusiz. Biroq siz bu omadning qadriga yetmayapsiz. Agar bu shu dunyoning bir burchagida meni o'ylaydigan, menga umidsiz baxt tilaydigan bir odam bo'ladigan bo'lsa, uning uchun borlig'imni qurbon qilgan bo'lardim.